Audio Jungle. Bolalar bo'shdagi tola, goh shod ko'rindim, goh chekdim nola. O'zimcha hali ham bolaman, bola topgan shuhratimdan mastur bu dunyo, onamning poyidan pastur bu dunyo. Assalomu alaykum, yaxshilar bormisiz, omonmisiz? Mehrli nikohingizni biz tomon qaratar ekansiz, ayni sizningla 13-dekabr sanasi diydorlashib turibmiz. Kattaqo'rg'on shahar Oqoltin mahallasida Roziq akamiz xonadonida xonadoni fayzga barokatga to'ldirgan qirolichasi Dildoraxon opamiz uchala farzandlarini nomidan tabriklaymiz. Asosiysi onaxon buni bilmaydilar. Kutilmaganda ularni reaksiyasini ko'ramiz. Mehringizdan ulg'aydik mana ey aziz onam, sizni ta'riflashga yetmaydi qog'oz qalam. Bu dunyoda sira tengi yo'q bag'ringiz koshonam. Bizni deya tunlari bedor bo'lgan ovoram onam, onam, onam bir donam. Sizga tortiq bo'lsin bu jonim, jannatim onam. Oh onam, onam, onam bir donam. Faqat xasta bo'lmasangiz bas, borlig'im onam bir donam. Dunyoda ko'rib ketgan ko'zingga shukur. Odam qilib yaratgan odam bo'lgan sen hammamizga berganimiz ko'zingga shukur. Assalomu alaykum mehribonlarim, shunasiz do'stlarga xatlarim. Bizni kutganlar, kutmaganlar, mehrini yo'limizga tutgan barcha qadrbaland aziz qadrdonlarimiz. Barchangizga bugun kun shukur muborak bo'lsin. Yaqinlashib kelayotgan yangi yil bayrami har birimizning xonadonimizga fayz o'zi bilan xus barokatni olib kelsin. Keling bugun fayzli xonadonlarning birida aziz mehmonimiz Roziq akamiz xonadonlarning qirolichasi Dildoraxon opamizni yo'qlab kelganmiz. Hamkamizni bitta qarsiylar asosida taklif qilamiz. Dadamiz Fadiy markaziga. Assalomu alaykum, Dildorajon. Bugungi ko'pli ayyom saodatli munomarli kunlar muborak bo'lsin. Tayinlab o'tgan qismati tavallud kun muborak bo'lsin. Yaratgan Robbim bir bor bergan umringizni ravon qilsin. Yelkangizga nasibani unvon qilsin. Inshaalloh bu kabi yoshlarni ko'pini ko'rib bering. To'g'risini ayting, so'zingizlar kutganmidingiz? Kutmagansiz. O'ylab ko'ringchi, bugungi tabrikimiz kim tomonidan bo'lishi mumkin? Yaqinlarda farzandlar deyapsiz. Farzandlardan boshqa hech kim yaxshi ko'rmaydimi sizni? Yaqinlarim hammalari. Hammalari sizni yaxshi ko'rmaslikni ilojisi bormi? Chunki onalarni bir qo'li dunyoni tebratsa, biri bilingki beshikni tebratadi. Sizga go'zal bugun tashakkurlarni aytgan, boriga shukur qilgan, yo'g'iga sabr qilgan, farzandlarini oq yuvib, oq tarbiyalagan, so'zimni qilmagan, sevgili yorim, or yo'ldoshim degan Roziq akamni tabriklarini qabul qilasiz. Bitta qarsiylar olib qo'yinglar. Va albatta uchala farzandingiz Asildikjon Sudiyolaxon Sevinchbon ularni go'zal ehtiromlari siz uchun bo'lsin.
doim e'zozli sazlanib yursinlar. Zira onani sevadigan inson oqibati ham bo'ladi. Onalarimiz tomonlari sog' bo'lsin. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch kechalari durangi qo'ylab, yuragimni to'g'riga mehrini joylab, hammadan ham ko'proq asrab avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man qalaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa qalaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Man qalaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa qalaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. To'g'ri choralar bo'lsin. Azizlarim, onalar faqat bolam deydi, o'tirsa ham, ular faqat bolam deydi, hatto yuraklari xasta bo'lsa ham kelib yaqinroq. Umrijoningiz ziyoda bo'lsin. Albatta bugun Dildor opa go'zal e'tiroflarni, go'zal tilaklarni, go'zal ehtiromlarni siz tomon yo'llar ekanmiz. Balki hayotingiz, umringiz bejiz ketmoqda. Chunki baxti butun o'g'il qizlaringiz bor. Sizni tushunadigan, sizni hammadan ham ko'proq bilib, ko'proq avaylaydigan suyansa tog'ingiz, turmush o'rtog'ingiz bor. Bitta bo'lsa ham 10 tani o'rniga tatiydigan, ismi jismiga monand, asl yigitlarning asli Asalbek o'g'lingiz bor. Umrlari uzoq bo'lsin. Sizni umringiz uzoq bo'lsin. Bolam chaqab deb umri adog'im, mehnatdan yorilgan qo'li qadog'im, birda suyanch tog'siz, birda ishongan bog'. Siz biling, farzandlar uchun Xudodan berilgan tortoqdirsiz. Ayni foizli xonadoningizni aziz mehmoni bo'lar ekanmiz. Biz yuqorida Asalbek bilan Sug'diyonaxon, Sevinch bonolar bilan Ro'zil akam bilan suhbatlashdik. Sizni ta'rifingiz uchun dunyodagi chunki so'z boyliklari kam ekanligini, nimaiki qilsalar ham sizni mukammal ta'riflash uchun so'z topa olmasliklarini bayon ayladilar. Men bilmanki, ikki dunyoda sizga gaplar yo'qmaydi ona. Siz borsizki, ikki dunyoda kulgularim so'nmaydi ona. Duolaringiz boshimga panoh, nurga berib to'rt tomonimni faqat yaxshim deb maqtaysiz. Ko'zga ilmay hech yomonimni. Onajonim, sodda dilimiz siz jannatimiz.
Bor obro'yimiz, savlatimiz, bahosi yo'q boyligimiz, oy yuzli chiroyligimiz. Yaxshiyam borsiz. Yaxshiyam bizni onamizsiz. Biz faxrlanamiz siz bilan. Onajon, siz sabrni to'q qilib keldingiz. Ashundoq ikkina kelkangizga o'zg'or turmush tashvishlarni oldingiz. Dadam bilan birgalikda bizni oq yo'q oq tarbiyaladingiz. Sog'lig'ingiz, go'zalligingiz, umringizni bizga baxshida qildingiz. Onajon, biz nima qildik evaziga? Men bitta xatoyimiz bilan seni oldingiz. Enjiqliklarimiz, sho'xliklarimizni ko'tardingiz. Onajon, kechiring. Bilmaydiligingizga ozor berib qo'ygan bo'lsak, siz dunyodagi topib olgan dunyoyimizsiz. Umrijoningiz ziyoda bo'lsin. Mehr bergan beminnatimsiz. Ko'rganim muhabbatimsiz. Zamin ichra chin jannatimsiz. Yaxshiyamsiz, borsiz onajon. Quvonchlarimning adog'i yo'qdir. Yo'lim ravon, qadog'i yo'qdir. Yo'ligimda hech dog'i yo'qdir. Yaxshiyamsiz, borsiz onajon. Duoyingiz umrimning foizi. Bosgan izingiz yo'limning foizi. O'tgan kunim umrimning foizi. Yaxshiyamsiz, borsiz onajon. Omadimni tilaganimsiz. Boshqalarni silaganimsiz. Avonlikni so'raganimsiz. Yaxshiyam siz borsiz onajon. Onajon, siz bizni qalbimiz malhamisiz. Siz bizni zamzamimizsiz. Siz omadimiz, baxtimizsiz. Boringizga shukr. Rahmat sizga yashash baxtini berganingiz uchun. Rahmat onajon. Oshqozoningizdagi luqmani bizga ilinganingiz uchun. Rahmat onajon. 9 oy vujudingizni saqlab, to'lg'oq yeb o'lim bilan olishib bizni dunyoga keltirganingiz uchun. Jamiyatda o'z o'rnini topsin deb, dadam bilan birgalikda halol bizni boqib tarbiya qilganingiz uchun. Boshimiz yerga tekkuncha ta'sirtamiz. Siz uchun jonimiz fido. Jon fidodir, boringizga ming shukr. Buyursin biz farzandlar kamolot ko'rmoq. So'zsiz mehnatlar qildingiz, yashtini surmoq. Qo'shcha qiling, qo'shcha til bo'ling. Xonadonimizda to'lsin, yor o'lanlar degan bo'lgan hamma farzandlaringiz bo'ladi. Sizni dunyolarcha yaxshi ko'rishini e'tirof etar ekan, ko'zingizga qarab aytolmagan barcha iliq so'zlarni, dunyodagi jamiki asl niyatlar, ezguliklarni ro'yobini siz uchun sanagan uchala farzandingiz va suygan turmush o'rtog'ingiz bo'ldi. Mumkin bo'lsa shu dilnomalashaniga bitta gudras qasidani so'rab qolaman. Nimadir bir sovg'a berganday bo'lgandilar, lekin o sovg'a e'tibordan, nazardan chetda qolganday bo'ldi chiqmamda. Keling bitta gudras qasiyalar bilan shu sovg'ani qaytadan topshirib qo'yamiz. Onajonlaringiz bo'lsa bitta qasiyalarni ayamanglaringizlar. Yo'llarga borasiz. Qani ochib qo'yamiz. Qosh bo'lsa, bir ko'z bilan ekan. Ular o'zi o'ynamas, faqat farzandlari tinch bo'lsa, baxtli bo'lsa, bas ekan. Rozi aka, bugungi bayram sizga ham muborak bo'lsin. Eng avvalo o'zingizlar qo'sha qaringlar. Bugun oshida chiroyli bilaguzinglarni berdingiz, inshaalloh yaratgan Robbim sizni farzandlar rohati kamoloti bilan siylasin. Qutlug' qadamingiz muqaddas Ka'baga yetsin, hojilarda xo'jayijon bo'linglar. Inshaalloh shu ahli soliha kelinlar, solih mo'min kuyovlar qilinglar. Xonadoninglar faqat chaqaloqlar, nabiylar sasi bilan, qiyqirig'i bilan shodon yayrasin deb niyatlarni bildirdik. Keling muhtaram aziz mehmonlar, hozir hammani tilagi o'zgacha-yu, lekin sirdosh bo'lgan, darddosh bo'lgan bir turmush o'rtoqlari Rasul akamni
ko'zlariga qarab ayta olmagan qalblarida tubidagi samimiyatlari bo'lakcha bo'lsa ajab emas. Shu bo'lakcha niyatlar ichariga bitta qarsiyni qasdatib qo'yilgan. Haqiqatan farzandlaringiz bilan suhbatlashganimizga dadam juda ham kamgap insonlar, juda ham jiddiy insonlar. Biz mana shunday halol insonni farzandi ekanligimizdan faxrlanamiz. Lekin juda ham ko'ngillari og', ko'ngli toza insonlar. Chunki bolam onam bo'lsin deb qush tinsa ham dadam tinmadilar. Dadam juda qattiq ishladilar. Bolalarim o'yli joyli qilay, birovni kam qilmay, sajdadan boshqaga boshi egilmasin, jamiyatda o'zini o'rnini topsin deb bilimli, ilmli qildilar. Dadajon, onajon rahmat sizlarga. Farzandlarni o'stirdiingiz, niyatingiz pok. Bir mehnatdan qo'lingiz qadar 60ga kirmay, sochingiz oq. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz degan farzandlaringiz bo'ldi. Dadam xursand bo'ldingizmi? Bilan mana xursandchilikni hech ham adoga bo'lmasin. Hayotiy surprizlarga boy bo'lsin. Keling qalbingizdan kechayotgan kechmalarni hammamiz bilan birga bo'lishasiz. Marhamat. Qarsiylarni olib qo'yinglar. Katta rahmat. Hammalariga hurmat qilib kelganlariniz uchun. Surprizlar sizga urinmagandi. Avvalambor dunyoga keltirgan onajoningiz istaman. Onasi bor insonlarni hech qachon qari ham deb bo'lmaydi. Balki dadam bugun juda ham yosh, juda ham xushchaqchaq kulib turibdilar. Duo qilib turgan onajonlarni borligi sabab bo'lsa ajab emas. Onajon umringiz uzoq bo'lsin. Bugungi farzand kamoloti sizga ham muborak bo'lsin. Inshaalloh. Dadam 100ga kirganda ham mana shunday davralarda sanab to'kib turib, duolar qilib bilagingiz tolmasin. Dadam qalbingizga xotirjamlik, huzurni, xonadoningizga qut barakatni Rabbimdan so'rab qoldik. Kelinki hozir farzandlar siz uchun shirinliklarni buyurtirganlar, shirinliklarni taqdim etamiz. Hayotingiz ko'rinishida go'zal, ta'mida shirin bo'lsin deb eng go'zal niyatlarni e'lonamiz. Qo'yiga hissa bir chambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Ko'nglingizni olaman, ona. Har narsadan qo'yib men ustun, sizni yaxshi ko'raman, ona deya eng shirin so'zlar siz uchun taqdim bo'lsin. Onajoningiz ziyoda bo'lsa, bo'yingiz ko'rli, ayollar qutlab bo'lsin. Mana ko'rib turganlaringiz Derozim akamni talab va istaklariga binoan kayfiyatni ko'tarib olinglar. Opalarim, singillarim, jufti halolim davrida fayziga fayz kirgizib o'ynasin, bayramga o'xshasin deyaptilar. Shuning uchun eng go'zal taronalarni sizga armog'on aylaymiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Onalarining eng go'zal Endi katta shaharlarda ham kichik bo'lgasiz edi. izlarim jonim so'zlari bir donaginam bittayu bir donaginam boshimda qora donaginam jonim onam
onalarining mehriboni mana ona o'zlarida mehri bor jonim ona onalarining mehriboni mana ona o'zlarida mehri bor jonim ona Uyimizning farishtasi o'zingiz, ma'noning har bir aytgan so'zingiz. Uyimizning farishtasi o'zingiz, ma'noning har bir aytgan so'zingiz. Quvonchdan yanar bugun o'zingiz, quvonchdan yanar bugun o'zingiz. Farzandingiz baxtini ko'ring onam, dilbandingiz baxtini ko'ring onam. Onajonim, jonajonim, mehribonim onam, dandajonim, uyquborim, qalbini oldim onam. Onajonim, jonajonim, mehribonim onam, dandajonim, uyquborim, qalbini oldim onam. Siz uchun atalga gul sho'xshayib kuytar olam, siz uchun atalga gul sho'xshayib kuytar olam. Yuzga kelganimda ham yonimda bo'ling onam, yuzga kelganimda ham yonimda bo'ling onam. Qadamingiz atirgul lolazon, atrofingizga to'lar bolazon. Qadamingiz atirgul lolazon, atrofingizga to'lar bolazon. Dunyolar ko'zlarimga kelsa don, dunyolar ko'zlarimga kelsa don. G'am yemayman yonimda onam bor, g'am yemayman yonimda onam bor. Onajonim, jonajonim, mehribonim onam, dandajonim, uyquborim, qalbini oldim onam. Onajonim, jonajonim, mehribonim onam, dandajonim, uyquborim, qalbini oldim onam. Siz uchun atalga gul sho'xshayib kuytar olam, siz uchun atalga gul sho'xshayib kuytar olam. Yuzga kelganimda ham yonimda bo'ling onam, yuzga kelganimda ham yonimda bo'ling onam. روی شیرین قندی نبات شیرین لبلبی بالماهی لبان شیرین روی شیرین قندی نبات شیرین لبلبی بالماهی لبان شیرین سیسی امایش کچکی نمش منه دیوانه کلده بوکش منه دیوانه کلده بوکش روی شیرین قندی نبات شیرین لبلبی بالماهی لبان شیرین روی شیرین قندی نبات شیرین لبلبی بالماهی لبان شیرین ای جان شکر کنه خندانی شکر عطر گلی یاری زبانی شکر ای جان شکر کنه خندانی شکر عطر گلی یاری زبانی شکر لبی با ماه لبانی شیرین عطر گلی یاری زبانی شکر عطر گلی یاری زبانی شکر روی شیرین قندی نبات شیرین لبی با ماه لبانی شیرین روی شیرین قندی نبات شیرین لبی با ماه لبانی شیرین
Dilam mesanat Tuba dilam mesanat Olo ekam bu kızca Bunca da rofa Şoy şirin kanına boğe şirin Lablabi bolmo hitabone şirin Şoy şirin kanına boğe şirin Lablabi bolmo hitabone şirin Sesi ama yaş geçkine ağaç Bana divana kıldı bu kaç Bana divana kıldı bu kaç Şoy şirin kanına boğe şirin Lablabi bolmo hitabone şirin Şoy şirin kanına boğe şirin Lablabi bolmo hitabone şirin Rahmat, salomat bo'linglar. Uning ko'rganim yaratgan Allohning ayosi va Allohning kelganimiz. Umringiz ziyoda bo'lsin. Bugun qo'limizdan kelganicha farzandlarning dilidagi muammolarni, bir-biridan qalban haringizga ozor bergan bo'lsalar, uzrlarini, dunyolarcha ko'rish, e'tirof, ta'riflarini ilindik. Ozmisi ham xursand qilmadikmi? Juda ham xursand bo'ldingiz. Ilohim o'sha xursandchilik sizni hech qachon tark etmasin. Istagimiz fayzli yuzingizda samimiy tabassum doimo farq tursin. Yaratgan Robbim ikki dunyoning saodati bilan siylasin. Ko'zlar ko'rishdan, oyoqlar yurishdan, qalbingiz urishdan tormasin. Mehnatdan qadr topgan ekansiz, bugun aytolamiz qo'rqmasdan bergan mehr, muhabbatingiz tantana qilgan kun muborak bo'lsin. Farzandlar ardog'ida ardog'lanib, rohatida rohatlanib, bir etek nabiralarni, evaralarni, chevara shu begona tomdan itarolalarni ham ko'rish baxtini Alloh sizga bersin. Eng avvalo, Rasul akam bilan birgalikda o'zingiz qo'shcha qilib, xonadonni fayzi, barakati kayvoni, duo go'ylari bo'lib, pir-badallar bo'lib yuring deb niyatlarni ilindik. Yaratgan Allohim bu kabi yoshlarni ko'pini bersin. Inshaalloh payg'ambarimiz kelgan yoshlar 63larga kiring ummatlaridan bo'ling. 70lardan yetaklashib, 80larda akam bilan sakrab, 90larda to'qnashib, 100lar bilan yuzlashing. Farzandlar yuzga kirganida bosh bo'lib turishni unutmang. Nabiylar to'ylarda davr-davronlar surib, turlarda turishlik baxt sizga nasib etsin. Bugun sizga ilinganimiz farzandlarni turmush o'rtog'ingizning dilidagi go'zal tabriknomalar edi. Shunday ekan, xursand qila olgan bo'lsak, maqsadimizga to'la-to'kis erishdik. Keliki, muhtaram aziz mehmonjonlar, oldinga teng vaqtinglarni olib qo'ydik. Ming bir uzr so'raymiz. O'z navbatida har biringlarning xonadoninglarda mehr muhabbat bir-biriga mustahkam bo'lsin. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Yaxshi kunlarda siz azizlar izzatda va san'atkor axloq xizmatinglarda bo'laylik. Eslatib o'tamiz yana bir narsani. Bugungi olingan oltin tasvirlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali Telegram, Instagram, YouTube kanallarida men Karvologiya siyo bo'lmasa bu mening onam deb qidirasiz. Olingan oltin tasvirlardan bahramand bo'lasiz. Lekin azizlar, so'zimni yakunlar ekanman, ammo duo olmay keta olmayman. Bugun Dildarxonni dunyoga keltirgan duogo'y onajonlari turibdilar. Ikki og'izga ularni duosini olishni niyat qildik. Dunyoga keltirgan onajonlari, qaynona onajonlari doim baxtlarga sog' salomat bo'lsalar, onajon bitta duo qilib qo'yasiz keliningizni, keling yonimizda. Hamma duo qilib qo'yasiz. Assalomu alaykum, mashhurlik mehmonlar, xudolar, andalar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Mana kelinoyim tug'ilgan kunlariga. Kelinoy yuziga kiringiz, damlab ko'rishing. Bizga o'xshab qarang, qo'sha qarang, o'g'lim bilan baxtli taxli bo'ling. Yana bir bor katta xizmatga balo bo'ling. Mana o'zim kunlar kichkinasiga kattasi olib borasiz. Yaxshi bo'lib kelamiz. Shunday baxtli taxli bo'lgan o'g'limda yaxshi yashaydi. Uni qo'shilib qarang. Keyin orqasidan yana asl orqasidan topib beradi. Yana o'g'lim bilan yaxshi qo'sha qarang, baxtli taxli o'zimga o'xshagan yaxshi qaynona bo'laydi. Jantillab, pattillab, qo'rsilib, torsilib, hammani o'ziga qaratib Umringizda bo'lsa, bitta qansiylarni tashlab qo'yinglar. Qaynonani duosini olgan kelin, biling ikki dunyosi obod bo'lib
munosabatlari hosil bo'ladi. Opajonim yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Yana bir boshqa kunlarni olingiz muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar azizlarim, yanaga shirin diydorga qadar omon bo'linglar.